Peyzmonta yürek kelgen ma müşk bakılgan balmağın zopuna kırıp çıkıp kürep bekalamış müşk bakılgan acaba. 581 tan müşk var eken. Oho. Ma bal resim müşke ve askar eken. Şuna bilen bununki mavi 2025-yillik xulos qilgan bir shpin var eken. Bu shpinni kirishtirib qo'ydim, ko'rib baqsanglar bo'ldi. Ajoyib peyzga men 3 qatim ko'rdim akşam. Bu yangilar qismi birinchi kunga eng yaxshi ko'rgan filmim hisoblandi. Mush müşk ko'rgan do'stlar, mush balning filmidan achchiq narsani o'rgansanglar bo'lgan. Bu müşk beqish havaskori bo'lganimi ajoyib peyz bek chiroyli faqatgan. Anda yana birisiga bu müşkni beqish jarayonida buningki bu müşk baqadigan bu rayonni nurg'un yerdan ekskursiya qilib hatto ba'zi shu yerga yerlik rahbarlar buni ba'zi musobaqa qilib qolsa ba'zi bir polit bo'lsa buni chaqirganda anda buning ichidagi bir müşki batiyo deb qo'ydigan bu bir qarasa boshqa bir hayvonga o'xshab ketgan bir qarasa mushukka o'xshaydigan sortli bir mushukkan bu mushukni elib sayohat qilgan bek peyzi bir yerlar ekan bu mushukni apamagan takli makon qashqa deymiz Volji deymiz. Finlandiya hammaga apiribdi. Ajoyib kelib qotgan qarang bu mushuk. Mashpini qarab bizda mushuk yoqmaydi ekanmiz deb o'ylaymiz. Lekin bundan mushukga qotgan bizning shu Voljida bir bal bor, shunami? Ash balam shuna yaxshi qilyotidi. Endi sharoitimiz yaxshi yar berib qolsa ash balaga bizmi mush yo'ldoshning kerak, mushu yo'ldosh qoldik. Mushunda peyzi sharoitlarni yaratib bersak bo'lgan deb o'ylab qoldim. Mumkin bo'lsa qo'lingizdan kelsa mush zopinni ashbalag'im taqib qo'yinglar. Ana lekin ashbalni biz bek yaxshi qo'llayli. Bulamda mush zopinni cho'qim ko'rib o'tib ketinglar. Bir ta zopinga 400 ming yurak ketdi. Ana lekin bu balniki finsirmi hozir tasqab 3 million baray degili. Ko'rib baqsanglar bo'ldi kenjima. Ammo o'zim mushk shunchalik amroq shuningga lekin mushkni nasab qilib bundaq zopin sirib ketmasam bu do'yin sistemimiz odamniki shu hissiyotini tushunoladi ganchingsini. Mana shu mushuklarning filmini avval prilaga qarasam, mushu film night bek peyzi, night bek sabr taqat bilan ishlangan film ekan. Qarab baqsang bo'lma, bo'lgan mushuk ajoyib peyzi baqatgan. Mushuk baqatgan, ishit baqatgan, g'oz o'ydak to'g'ilmishlarni beqibdi. Qarab baqsanglar bo'ldi. Haqiqatan ko'rib beqish arziyotgan-mi? Arziyotgan deb qarasanglar, jiq qo'lan yo'llab qo'yinglar. Xo'sh.